bir nechta odamlar vafot etganda tergovchi ham baribir inson sifatida ichingdan g'alati kechirmalar o'tadi. Bizga xabar kelib tushdi, bir fuqaroning uyida o'g'irlik bo'lganligi to'g'risida. Keyin xabarga asosan tergov tezkor guruh bilan birgalikda telefonlari bir necha oydan keyin ishlatilayotganligi bo'yicha ma'lumot oldik. Jinoyat qidiruv xodimlari bilan hamkorlikda o'shanga asosan telefonlarni va ishlatayotgan odamlar topdik endi. Turmush o'rtog'i Rossiya Federatsiyasidan turib shu ichki ishlar bo'limiga xabar berib o'g'irlik bo'yicha shu jinoyatchilar topsin degan, shunga asosan xabar bergan. Yo'l transport hodisasiga uchragan. O'sha yerda adashmasam 7-8 nafar voyaga yetmagan onalar vafot etdi, bolalar. O'shanda lekin u haydovchining o'zi tirik qolgan. Endi o'shanda uni ruhiy holati, o'zini haligi kechira olmayotganligi ko'z oldimdan ketmaydi, doim ta'sirli bo'lgan. Ichki ishlar organlari tergov bo'linmalarida Jinoyat kodeksidagi juda ko'p jinoyatlar bo'yicha tergov harakatlarini olib boradi. Dastlabki tergov harakatlarini Jinoyat protsessual kodeksiga asosan har xil voqea joylari bo'ladi. Endi o'zimizga tegishli jinoyat ishlari bo'yicha endi eng mudhish voqea joylari shu yo'l transport hodisasi bilan bog'liq voqea joylari. Ayniqsa bir nechta odamlar vafot etganda tergovchi ham baribir inson sifatida ichingdan g'alati kechirmalar o'tadi. Chunki hozirgina sog'lom, hozirgina hayotda umidi katta inson baxtsiz hodisa, ehtiyotsizlik orqali sodir bo'lgan hodisa orqali hayotdan ko'z yumib vafot etadi. Endi undan keyingi jarayonlar, shu tibbiy ekspertiza jarayoni, shu marhumning uydagilarini bilan gaplashganda, ular keyin birinchi nima bo'ldi deb so'raganda, yo'qsa uni shaxsini aniqlash maqsadida yonidagi telefon raqamini olib telefon qilardik yoki kimdir telefon qilgan bo'lsa ko'tarib chaqirardik endi tergovga. O'sha paytlarda endi mudhish hodisa deb odamning ichidan g'alati kechirmalar o'tadi. 2020-21-yillarda adashmasam, Sharof Rashid tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi boshlig'i vazifasida faoliyat yuritardim. Bizga xabar kelib tushdi, bir fuqaroning uyida o'g'irlik bo'lganligi to'g'risida. Keyin xabarga asosan tergov tezkor guruh bilan birgalikda ichki ishlar bo'limi rahbariyati bilan birga voqea joyiga bordik. Shu bir ayol kishi uyimda bir qancha pullarim, tilla taqinchoqlarim, telefon apparatlarim bor edi. Shuni noma'lum shaxs o'g'irlab ketibdi kechqurun degan xabar bergan. Endi biz boshida endi bu holat endi ayol kishi bo'lgan ham tabiiy har doimgidek o'g'irlik deb o'yladik. Hujjatlar rasmiylashtirib, holat yuzasidan u o'g'irlik sodir qilgan shaxslar aniq bo'lmaganligi uchun noma'lum shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atib tergov harakatlariga kirishdik. Tergov harakatlari endi sal bir necha oy cho'zildi. Keyin tergov harakatlarini olib borish jarayonida boyagi yo'qotdim degan telefonni hujjatlarini olganmiz, boy email kodlarini olib tegishli tashkilotlarga so'rov xatlar yuborganmiz. Keyin telefonlari bir necha oydan keyin ishlatilayotganligi bo'yicha ma'lumot oldik. Jinoyat qidiruv xodimlari bilan hamkorlikda o'shanga asosan telefonlarni va ishlatayotgan odamlar topdik endi. Keyin ushbu odamlar o'sha ishlatilgan telefonlar sotiladigan do'kondan sotib olganligini ma'lum qildi. Shularga asosan sotgan shaxsga chiqib bordik. O'sha sotgan shaxs bilan gaplashganimizda sotib oladigan telefonlarni ishlatilganini korobkasi yo'q bo'lsa, yaxshi boyagi sotgan odamni rasmiga olib qolar ekan, ism familiyalarini yozib, pasport ma'lumotlarini, shaxsiga oid ma'lumotlarni daftarga yozib qo'yar ekan. Boyagi telefon sotib oluvchi shaxs. Keyin o'sha paytda bildik, boyagi o'zimizning arizachimiz, o'g'irlik bo'ldi degan arizachimiz o'z xohishi bilan o'zi kelib, rasmga tushib, boyagi telefonlarni sotib ketganligi aniqlandi. Keyin tergov jarayonida yana aniq bo'ldi, o'sha uni turmush o'rtog'i Rossiya davlatida ishlaydi, farzandlari uchun pullar yuboradi. Bu ayol boyagi telefon pullarini ishlatib qo'ygan, tig'larni sotib, boshqa maqsadlarda ishlatib qo'ygan, turmush o'rtog'ining ruxsatisiz o'shanda o'z haligisini yopish maqsadida shuni uyushtirib, tashkillashtirib, turmush o'rtog'i ham uyimni o'g'ri urib ketdi deb ma'lumot bergan. Turmush o'rtog'i Rossiyadan turib, Rossiya Federatsiyasidan turib, shu ichki ishlar bo'limiga xabar berib o'g'irlik bo'yicha shu jinoyatchilar topsin degan, shunga asosan xabar bergan. Keyin shu jinoyatchi endi arizachining o'ziga nisbatan bo'lib ketdi. Yolg'on xabar berish, jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblovni. Keyin lekin eng qiziq tomoni shu dastlabki tergovda shuncha dalillar bo'lishiga qaramasdan, shu ayol shu sud jarayonida ham, shu tergov jarayonida ham umuman o'zi sotmaganligini, umuman bormaganligini aytib, aybi iqror bo'lmasdan, ko'rsatuv bermasdan turdi. Lekin to'plangan, tekshirilgan, baholangan dalillarga asosan shu sudga taqdim qildik jinoyatchini ayblov xulosasi bilan. Endi sud ayolligini voyaga yetmagan 2 nafar farzandi bor edi, farzandini inobatga olib, ozodlikni cheklash jazosi tayinlab, shunaqa jazo tayinlab berdi.
Jizzax viloyati hududidan M39 avtomobil yo'l o'tgan. O'sha M39 avtomobil yo'lida endi respublika darajasidagi avtomobil yo'li bo'lganligi sababli juda ko'plab xalqaro avtomashina o'tadi, xalqaro qatnov bo'lgani uchun ko'p yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Shu bir fuqaro Nexia 1 rusumli avtomashina edi, ancha vaqt bu yillar bo'lib ketdi, adashmasam. Shu o'zini jiyanlari, farzandlari, akasi, singlisini farzandlari 10 nafar farzandi yosh bolalarni voyaga yetmagan 14-15 ga ham kirmagan bolalarni ortib, Paxtakor tumanidan uyiga qaytib kelayotgan bo'lgan o'sha M39 yo'li bo'ylab. Shu yerda yuk mashinalarini iligisida orasida o'tgan payt rul boshqaruvini yo'qotib, quvib o'tish qoidasini buzgan paytda yo'l transport hodisasiga uchragan. O'sha yerda adashmasam 7-8 nafar voyaga yetmagan vafot etdi bolalar. O'shanda lekin u haydovchining o'zi tirik qolgan. Endi o'shanda uni ruhiy holati o'zini kechira olmayotganligi tergov faoliyati davomida o'sha ko'z oldimdan ketmaydi, doim ta'sirli bo'lgan. Endi chunki u hammasiga o'zini aybdor deb tutganligi sababli. Har xil holatlar bo'ladi, insonlar o'rtasida munosabatlar bo'ladi. Birga ishlagan insonlar, do'stlar o'rtasida ham bir-birini aldash, tuzoqqa tushirishga harakatlar bo'ladi. 2 nafar shaxs bitta tashkilotda ishlagan, keyin tashkilotda ishlash jarayonida endi do'st bo'lgan, munosabatlar yaxshi bo'lgan. Keyinchalik boyagi ikkalasi ham tashkilotning har xil sabablarga ko'ra bo'shagan, oradan vaqt o'tgandan keyin ikkinchi shaxs birinchi shaxsdan ariza beryapti, mendan deyapti, falon $1000 deyapti. Juda ko'p miqdordagi mulkni aytayapti. Olgan o'sha ishimni hal qilib beraman, firibgarlik qilib, qandaydir mulkimni hal qilib beraman, yutib beraman deb aytuvdi deb tilxat taqdim qilgan tergovga. Faqat tilxatda asli yo'q edi. Birinchi tilxatni endi taqdim qilgandan keyin oddiy ekspertiza birinchi ishonganmiz, endi arizachining gapiga dastlab xatshinosi ekspertiza tayinlaganmiz. Rostdan va imzo ko'p nusxaga yozsam o'ziniki bo'lishi mumkin deb bergan ekspertiza. Lekin fuqaroni chaqirganimizda, "Yo'q, bunaqa bo'lmagan, men bunday pul olmaganman, bo'lishi mumkin emas, bunaqa tilxat yozmagan umrimda" degan. Endi biz tergovga qadar tekshiruv jarayonida to'plangan dastlabki dalillarga asosan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan 168-modda bilan tergov harakatlarini tergov bo'limi tergovchilari olib borgan, tergov bo'limi rahbari bo'lganman. Keyin Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markaziga shu tilxatni yozilish jarayoni bo'yicha ekspertiza tayinlaganmizda, shu tilxat kompyuter grafikasi yordamida harflarni terib olish yo'li bilan yasalganligi aniqlanganda tuhmat qilayotgan bo'lgan va o'zini do'stiga nisbatan va uni oldingi yozuvlaridan birga ishlagan, endi daftarlarni olgandagina va harflarni olib tartib bilan o'sha mazmundagi yozish uslublarini ko'chirib chiqib bir-biriga bog'lab kompyuter bilan tayyorlaganligi aniqlandi. Jinoyat ishi endi arizachiga nisbatan bo'ldi bu holatda. Endi o'sha holat masalan qiziqarli tuyulgan, o'zini do'sti qandaydir g'alati bo'lgan, chunki o'zi bilan birga yurgan. Kompyuterda yozilganmi? Bizga nusxasini taqdim qilgan, aslini yo'qotib qo'yganman deb ma'lum qilganda. Kompyuter grafikasi tayyorlanib, xuddi kopiya, masalan, qo'lingizga yozgansiz kopiyadek taqdim qilganda bizga. Asli qani deb tergovda so'rasak, aslini yo'qotib qo'ygandim, kopiyasi qolgan ekan uyimda. Mana shunaqa bor. Qo'l yozma bo'lgan, uni yozuvlaridan, ish jarayonida yozuvlar daftarlarini olgandagina shu programma yordamida bir-bir o'xshash ekspertiza shu yozgan bo'lishi mumkin deb beryapti. Faqat asli yo'q bo'lgan. Shu jarayonda arizachining o'ziga nisbatan bir nechta moddalar bilan ayblov e'lon qilib sudga berganmiz. Bu jarayonda ham shu ayblov to'g'riligi tasdiqlanib, unga belgilangan tartibda hukm e'lon qilingan. Sizlar shunaqa deb beryapti, bo'lishi mumkin. Keyin Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasiga tayinlayapmiz. Tilxatdagi va yozuvlar qanday yasalgan, kompyuter grafikasi yordamida yasalgan bo'lishi mumkinmi, tabiiymi degan savollarni qo'yib beryapmiz. Ekspertiza keyin bizda hozir endi rasmiy dalil sifatida foydalanmayapmiz, lekin shu poligraf degan uskuna bor, shu savol javob shaklida uni to'g'ri gapirayotganligini bilish mumkin. Keyin psixologlar assotsiatsiyasi bor. Amaliyotda qo'llaniladi shu. Qo'llaniladi, lekin yakuniy dalil qilib amaliyotga lekin hali uni olgan yo'qmiz. Men amaliyotimda lekin bu holatga uchramagan. Keyin psixologlar assotsiatsiyasiga ekspertiza tayinlaymiz. Video tasvirga olamiz, so'roq jarayonini, yuzlashtirish jarayonlarini tomonlarni. O'shadan kelib chiqib, o'zini tutishi bo'ladi-ku odamda. Kelib chiqib, to'g'ri gapiryaptimi, rost gapiryaptimi deb endi psixologlar assotsiatsiyasi tomonidan xulosa beriladi. Lekin endi ular assotsiatsiya rasmiy davlat idorasi bo'lib bermaydi, lekin u ham qo'shimcha dalil hisoblanadi bizga. Kimdir qaysi tomonda aldayotganligi bo'yicha shunaqa holatlar bo'ladi. Endi ko'proq tergovchi endi u bilan nima deydi, odamlar psixologiyasi har xil, kimdir haq bo'lsa ham tushuntirib bera olmaydi sizga. Haqman men, mana shunday deb ichidagi bor gapni ayta olmaydi. Uni chiqarib olish, so'rash, savol javob qilish
yoki yolg'on gapirayotganligini kerakli joyda ushlab olish, qayta so'roq qilib birinchi gapi bilan ikkinchi so'roq ko'rsatuvlar to'g'ri kelmasligi tergovchining mahoratiga bog'liq. Har bir tergovchi o'z mahoratidan, kasbiy ko'nikmasidan, tajribasidan kelib chiqib, mana shunday fuqaroni imo ishorasi o'zini tutishiga qarab turib, rost yolg'on gapirayotganligiga baho berib boradi. Mahorat, tajriba, ko'nikmalardan har bir ish tergovchida endi har bir yangi ishda hech qachon masalan ayrim kasblar bo'lishi mumkin, bir xil ishni qayta qilish mumkin-da, bir xil jarayon ishni bajarsang, eski jarayon yana qaytib kelishi mumkin, o'sha kabi ishni bajarish mumkin. Lekin tergovchida har bir ariza, har bir ish olganda hech qachon bir xil bo'lmaydi, bir xil vaziyat bo'lmaydi-da. Har bir yo'l transport hodisasi boshqacha, har bir firibgarlik usuli, holati boshqacha, odamlar boshqacha. Endi shuning uchun tergovchida endi eng muhimi ko'nikma, tajriba muhim deb o'ylayman. Tajriba oshib boravergan sari baribir o'sha kasbning sohasini mutaxassis bo'lib, har tomonlama to'la tergov harakatlarini olib borib, o'sha jinoyatni bo'yicha adolatli qaror qabul qilib tamomlash mumkin. Eng muhimi shu, menimcha tajriba, kasbiy ko'nikma bo'lsa kerak. Fuqarolarni aldab ketish holatlari bo'lyapti. Yaqinda ham mana o'zimiz ko'rib chiqqan ish, Olmazor tumanida yashovchi bir fuqaro 80 yoshlar atrofida 300 million atrofida omonat pullarini kiber jinoyatchilar telefon orqali aldab, uni bankka telefon orqali boshqarib olib, yechib boshqa fuqaro nomiga o'tkazdirib, firibgarlik plastik omonat puli bo'lgan, bankda bo'lgan, bankka borib, ularning gapiga ishonib, ular biz davlat xodimimiz, davlat organida ishlaymiz deb aldagan. Ular aytgan plastik raqamlarga o'tkazgan. Keyinchalik u plastik raqamdan boshqa fuqarolar nomiga o'tkazilib, chet davlatga chiqib ketgan holati bo'lgan. Endi shuni hozir ochish jarayoni qanday bo'lgan jarayonlar ketyapti. Fuqaro bizga bir necha marta murojaat qilib keldi. Shuni aniqlab beringlar, shunday bo'ldi deb. Endi o'sha yo'l transport hodisasi bo'lgan, ruhiy nosog'lom shaxs tumanlarni bog'lab turuvchi katta yo'lda kechqurun chiqib, uxlamasdan chiqib ko'chada yurgan bo'lgan. Noma'lum avtomashina urib qochib ketgan. O'sha jarayon endi ancha yillar bo'lib ketdi, ochilmasdan qoldi, lekin juda ko'p ishlar qilindi. Endi butun gumonlanish mumkin bo'lgan avtomashinalar olib chiqildi, lekin shu ochilmasdan qoldi. 2015-16-yillarda endi u paytlar kameralar juda ham ko'p masalan hamma joyda. O'sha jarayonda lekin o'sha ochilmasdan qoldi. O'g'irlik holatlari juda ko'p bo'ladi. Uydan o'g'irliklar, boshqa tashkilotlardan o'g'irlanganda bir xil holatlarda juda kamdan-kam holatlar ochilmasdan qolishi mumkin. Yana bir qiziq holat, masalan, jinoyatlarni ochish jarayoni ham qiziq holatlar ko'p bo'ladi. Masalan, bizda bir holat bo'lgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda amalga oshirganmiz. Endi asosiy ma'lumot ulardagi bo'lgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bir guruh jinoyatchilarni bir fuqaroning uyiga bosqinchilik qilish maqsadida tayyorgarlik ko'rayotganligi bo'yicha ma'lumot olgan. Keyin biz shunga asosan shu tezkor tadbir o'tkazib, shu jarayonda o'sha fuqarolarda o'sha xonadonga kirish vaqtini aniqlab, o'sha payti ichki ishlar xodimlari bilan bir nechta xodimlar jalb qilib, bosqinchilikka kirgan vaqtida qo'lga olish amalga oshirilgan. Fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan, u fuqarolar olib chiqib ketilgan oldindan. Shu xodimlar joylashtirilib, shularni ushlaganmiz. O'sha jarayon shu qiziq bo'lgan. O'sha ular 4 nafar shaxslar bo'lgan, jinoiy faoliyat bilan shug'ullangan. Bundan oldin ham bir nechta o'g'irliklar qilganligi tergov jarayonida aniqlandi. Undan oldin ham bosqinchilik jinoyatini sodir etib, 3 nafari bir necha yil ozodlikdan mahrum qilinib jazoni o'tab chiqqan, o'ta xavfli insidentlar bo'lgan. O'sha jarayonda endi ichki ishlar xodimlarining o'sha tezkor ma'lumot olganligi, o'shani qilganligi fuqarolar ongida yaxshi taassurot qoldirgan. Ular bizga juda ko'p minnatdorchilik bildirgan. Chunki ular boyagi bosqinchilik hayot xavfli hujum qilinadi, fuqarolar xavfsizligi ta'minlangan. Ular o'zlari ham qanday bunday ma'lumot oldlaring deb hayron bo'lib, juda xursand bo'lgan. Shu tezkor qidiruv xodimlari, jinoyat qidiruv xodimlari tezkor ma'lumot olgan. O'sha jinoiy guruh ular qamoqdan chiqqan, shunaqa jinoiy faoliyat bilan shug'ullanib kelyapti-ekanligi bo'yicha ma'lumot olgan, lekin bizda dalil yo'q, aniq bir yo'qda, fakt yo'q, dalil yo'q. Ularga biron bir ayblov qo'yib bo'lmaydi. Ular sudlanib chiqqan, o'z huquqlarini biladi, hech qanday bir so'roq qilish yo'li bilan ulardan biron bir ma'lumot olish imkonsiz. Keyin shunga asosan ular shu tezkor yo'llar bilan shu keyingi jinoyat sodir qilish obyekti haqida ma'lumot olganda, o'sha obyekt qaysi xonadon, qachonligi bo'yicha, qachon rejalashtirilgani bo'yicha ma'lumot olingan. Shunga asosan biz shunga tayyorgarlik ko'rganmiz.
Endi u maxfiy bo'ladi, tezkor yo'llar bilan bir nechta usullari bor. O'sha orqali bo'lgan endi tezkor qidiruv xodimlarining holat bilan bog'liq to'g'ridan-to'g'ri endi biz tergov bilan hamkorlik qilganmiz. O'sha yerda tergov bo'limi xodimlari bilan birdaniga dalillarni hujjatlashtirib olish, dalillarni mustahkamlash, o'sha jarayonlarda qatnashganmiz. O'sha jarayon o'sha fuqarolardan o'sha butun mahallada, butun o'sha hududda shov-shuv bo'lib, fuqarolarda ichki ishlar xodimlarining mehnati ko'rsatib berilgan. Oldindan olish mumkinligi jinoyatlarda o'sha jarayon ko'rsatib berilgan.